Assalomu alaykum qadrdon muxlislar. O'tgan kuni lecheniya olgan molimizni oldiga keldik. Ko'zini tikdik mana. Sal cho'chib turibdi molimiz. Ko'zini olib qochyapti. Dorilarni sepib 3 ta sho'x tushdi. Ko'zi ancha yaxshi, mana hozir dorilarni sepib qo'ydik. Nazarni surib havoda ozgina shish bor. Hozir 1-2 kunda sho'lk bitsa ipni yechib olib tashlaymiz. Sho'xlik qilib mana burnini yirtib oldi buqamiz. To'polon qilib o'zi sho'x mol edi. Burnini yirtib oldi mana. Ko'zi ancha yaxshi mana. Eng sho'x molimiz mana shu yerda, shu fermada mana. Fermamiz, mini fermamiz. Eng sho'x molimiz mana shu yerda. Bu yoqda sigirlar, bu yoqda buqalar. Bu yoqda mana otimiz.